Bu qo'l millionlab zarbalar bergan, lekin endi u o'ziga ham bo'ysunmayapti. Parkinson kasalligida miya ichidagi dopamin ishlab chiqaruvchi hujayralar sekin-asta o'ladi. Harakatni boshqaradigan signal yo'qola boshlaydi. Bu video kuch, sabr va iymon haqida. Ko'proq odamlar ko'rishi uchun o'z hissangizni qo'shing, ulashing va qo'llab-quvvatlang. Bir vaqtlar Muhammad Alining reflekslari millisekundlarda ishlardi. Nerv tizimi mukammal muvofiqlikda ishlagan. Miyadan mushakka signal chaqmoqdek edi. Bokschi faqat mushak bilan urmaydi, u markaziy asab tizimi bilan uradi. Har zarba bu neyronlar ichidagi elektr impulsi. 1960-yil, 18 yosh, uning yuragi kuchli, mushaklari tayyor, reflekslari mukammal. I am the greatest. U o'ziga ishondi, lekin hali kimligini to'liq anglamagandi. Shon-shuhrat dopamin beradi, g'alaba adrenalin beradi, lekin bular ruhga tinchlik bera olmaydi. U savol berdi: men kimman? Meni yaratgan kim?